Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. Mana bugun biz Namangan viloyati Chust tumanidagi bog'imizdan xabar olgan keldik. Ertadan xudo xolisa terim boshlanadi. Murodxon aka, assalomu alaykum. Charchamasdan. Tavsirotlar qanaqa endi? Tavsirotlar yaxshi. Bu yil 5-yilga biladigan bo'lsak, 5-bag deydimi buni? Aha. Yaxshi, uni hosildorlik yaxshi. Ko'ngildagidan. Hop. Xudo xolisa bu yerda nechta tub bor? Bu yerda 1000 tub ekkanmiz. 1000 tub. Qilich yo'rik. Kitobi nomi Vandir Kod. Hozir bu shu ko'cha kunduzda sotildi. Ha, bu sotildi. Sotildi. Alloh barakasini bersin. O'ptim turishiga sotib yuborildi. Aytaveramizmi qanchaga sotilganini? Yo sir bo'lib qoladimi? Yo'q, aytsa bo'laveradi. Kiloga 15 ming so'mdan 20 ming so'mgacha bo'lyapti hozirgi kunda. Har xil holatiga qarab. Holatiga qarab. Kalibr yaxshi bo'lgan joy qimmat. Hozir qancha tonna kutilyapti bu yerda? O'rtacha bittasi 20-25 kilo solyapmiz-da. Ha, suyuq quyuq. Lekin 5 kilo qilgani ham bor bu yerda, 50 kilo qilgani ham bor, ha. Yer balitetiga qarab ba'zi bir joy toshloq. Xo'p, nima bu yerda yutuqlaringiz va kamchiliklaringiz bir boshqa yangi bog'bonlarga bir aytib o'ting shuni. Ekishi, ekmasligini, eksa va nimalarga e'tibor berish kerak? Ekish kerak, birinchi suvi. Oziqasi, tagida go'ng berish kerak. 2 yilda bir marta shu go'ng solganmiz, 2 yilda bir marta shu go'ng solga. Shunchalik qo'shnilar ham ekkanlar bor. Go'ng solmagan. Va unda o'suv ham bunaqa emas, hosildorlik ham bunaqa emas. Go'ng babi yaxshi ta'sir qilyapti, agrotexnikasi mana. Endi vaqtida suvini berish kerak. Vaqtida abreskasini qilish kerak. Yiliga necha marta shakl berilyapti? 2 marta berilyapti. 2 marta berilyapti. Hop, bog'bonlar shuni tushunib olaylik, yiliga 2 martadan shakl berish kerak. Yangilik. Endi kechalikka keyin bir martaga o'tsak kerak shaklga. Yo'q, 2 marta beravergan ma'qulroq. Sababi ertaga bundanda tana kattalashib, hosil ko'payib ketadi, kalibri maydalashib ketadi, ko'p sug'orib. Hop, yagona qilindimi bahorda? Qilindi. Mo'ljalda biz birinchi yilga bunaqa haddan tashqari ko'p solishni hisobiga qo'rqibmiz. Aslida bemalol qo'rqmasdan qilish kerak ekan. Mana ularda mana ko'rsangiz mana. Mana qilinganda mana 4 sm 5 sm ga mo'ljal qo'yilgan. Mana qalarni mana kam qo'yilgan hisobiga mana kalibr kam. Mana ichida kalibr kichkina bo'lib qolgan. Haligi ko'pchilik qiladi, kimdir qo'rqadi, kimdir qo'rqmasdan oladi, shuni hisobiga. Qo'rqmasdan qilish kerak ekan. Baribir mana bir yilning oldida iloji boricha ko'proq qilish kerak ekan. Baribir hosildorlik past bo'ladi. Mana ichidan chiqqan 2 yillik shoxlarda hosildorlik yaxshi bo'ladi. Baribir kam. Bunda mana shundan yana kamida 50% ni olib tashlash kerak bo'lgan ekan. Ko'p. O'sha hozir biz 50-30 kilo agar o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, shuni hosildorligini 15 kiloga tashlab yuborish kerak ekan. Baribir shu 30 kiloni vidini berib, yukini qilib beraveradi. Ha, tonnasini qilib beradi. Ha, tonnani qilib beraveradi. Ba'zi birlar aytadi, yagona qilib tashlasak, yo olib tashlasak kamayib ketadi deb, mana umumiy bog'i ko'rinishi. Hop, o't bosib turibdi. Bunga nima deysiz? Mana oldingizga yukchilar kelyapti. Bir tarafdan mana yukchilar ham aytadi, bir tarafdan foyda, bir tarafdan ziyon. O't kechiktiryapti. Pishishini, ha, 2-3 kunga surib yuboryapti. Bu salbiy tarafi bilganimizda, yaxshi tarafi namni yaxshi usharkanda kalibrga qo'shib berar ekan lekin. Namni saqlab bergan. Qilib buning uchun texnikada haydab o'tini o'rganam yaxshi. Mana bog'bon do'stlar, bunga qiziqqanlar ko'chatlari bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar.